Assalomu alaykum, to'rdagi barliq roman anglag'uvchi do'stlar. Biz Misr yozuvchisi Ehson Abduquddus tarafidan yozilgan Yigit degan shundoq bo'lsa degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Endi davomini o'qiymiz. Ko'pchilik uning yap-yosh turib haddidan ortiq eg'ir bisiqligidan og'rinatdi. Chunki u so'zlamasa bo'lmaydigan payt kelmagicha eg'iz ochmaydi. Klublarga berib shaxmat, qarta o'ynamaydi. Oddiysi boshqa savodoshlariga o'xshash qizlarga qanot so'rabmi yurmaydi. Xuddi qizlarni ko'ziga ilmaydigandek, ularni yo'q hisobga chiqarayotgandek, ular bilan qilcha aloqa qilmaydi. Bu İbrahimning qasdan gidiyolg'ini emas, balki mijoz xarakteri shundoq. U gapga usta emas edi. Şahmat uruqlarini yutkiganda chiqqan ovoz tapanchamning etilgan chog'dagi ovozni eslatidi deb shaxmat o'ynamaydi. Hatto boshqalarning o'ynaganini ko'rmaydi. Ustalda o'ltirib qarta o'ynashni xolamaydi. Qizlarga o'ch emas, balki qizlar İbrahimning turmushiga hech qanday ta'sir ko'rsatmagan edi. Ya hadisi, ya singlisi yo'q edi. Onun nazarida apsi odatdagi ayol bo'lmasdan, bu dunyoda tangdishi yo'q alohida ayol edi. U hargiz o'zini qasdan eg'ir bisiq tutmaydi. Savoqdoshlari shaxmat, qarta o'ynasa, qizlarga kuyib pissa, qilcha xafa bo'lmaydi. Do'stlari doim uningga o'zlarining ishiq muhabbat ishlarini so'zlab beradi. İbrahim bo'lsa undaq ishlarga yoki gapi bo'layotgan qizlarga qiziqish tufayli emas, balki do'stlarining ahvoliga ko'ngil bo'lish yuzasidan berilib anglaydi. U tapanchasiga amroq bo'lganidek, do'stlariga amroq edi. Bumu uningdagi azmatlarga xos bir ruh edi. U ko'pning ishiga jon ko'ydiradi. Boshqalar uchun o'z manfaatidan voz kechalaydi. Do'stlari uchun barliqini, hatto hayotini qurbon qilishga tayyor edi. Bir ikki qitim namoyishda u do'stining jinini qutuldirman deb, o'zi o'q ostida jon bergili tas qolgan. Bir qitim barliq o'quvchilarning bexatarligini deb, o'zi qurbon bo'lg'ili oz qolgan edi. Bu ish bir qitimliq namoyishda bo'ldi. Saqchilar namoyish qo'shinining Qohira shahriga kirishini to'sish uchun Nil daryosidagi Abbos ajratma ko'vrigini ajratibdi. İbrahim qo'lvoq bilan Abbos ajratma ko'vrigining to'riki hiniga keldida, to'rik bilan ko'rik ustiga chiqib, ko'rikni tutashtirmoqchi bo'ldi. Ammo u ko'rikni tutashtirishga ulgurmayla, saqchilar yugurib kelib uni dumbalab ketdi. Oxir amalsizlikdan daryoga sakrab, qirg'oqqa chiqib oldi. İbrahim do'stlariga va savoqdoshlariga mushu darajada amroq edi. Bu xil amroqda qilcha yasalmalik yo'q. Intayin tabiiylik bor edi. Shundaq hissiyat bo'lg'ashqimikin, uningda savoqdoshlarini o'ziga jalb qila oladigan kuch bor edi. Uning bug'doy o'ng chiroyidan eg'ir bisiqlik, sipoyilik, xushxo'ylik, muloyimlik chiqib turadi. O'quvchi bo'lgani uchun uningda vatanga, yo'ldoshlariga aqida bog'lash va tapanchasini yoshirun yaxshi ko'rishdan boshqa niyat yo'q edi. U yoshligida odatdagi bir haqqoniy odam bo'lib, turmush kechirsamla bo'ldi deb o'ylaydi. Bir kuni İbrahim kinodan chiqib, Odil Podsho ko'chasidan o'tib ketib, bir magazinning oldida odamlarning to'plashib ketganligini ko'rdi. Berib qarasa, bir necha Angliya askari, bir necha chor bozorchi bilan tilishib, mushtlashayotgan ekan. İbrahim to'pning yanida birdan qarab turdi. Shu topda uning qalbida Angliyaliklarga bo'lgan o'chmanlik qaynab tashmoqda va borgancha ulg'aymoqda edi. U g'azabga keldi, qini qizidi. Chor bozorchilarning Angliyaliklarni yengib olishni umid qildi. Ammo Angliya askarlari borgancha ko'payib ketdi. Shu arada bir Angliya askari bagisini ilib bir chor bozorchining peshonasiga sanjib etdi. Shu an peshonasidan bultuqlab qon chiqdi. Bu bir Misrlikning issiq qini edi. İbrahim zodla o'zini tutib ololmadi.
U hech nimaga qaramay to'pni yerib Angliya askarining oldiga keldida mush kalla putni ishqa silib Angliyalikning adibini berishga boshladi. U o'zining qilayotganlarini o'ylab o'ltirmasdan dushmanning o'ttiri kelgan yeriga taza soldi. Bir chaqda İbrahim o'zigimi mush tegayotganligini sezdi-da, barliq zarba uningga qartilgan edi. Angliyaliklar uni uratdi, tepatdi, oxir İbrahim tizlinib qoldi. Birdilla uning xiyoliga tapanchasi keldi. Agar azizim menimda bo'lgan bo'lsa, bu munofiqlarning hammasini o'ltirib etatdim. Azizim meni bundaq ahonatdan qutuldirib, izzatini saqlaydi. Men bu nimalarni o'ltirib etaman. Hammasini jinidan judo qilaman. İbrahim tizlangan peti beshini ko'tarib heliqi Angliyalikning qo'lidagi bagini ko'rib qoldi. Angliyalik bagini ishqa salmoqchi bo'layotdi. İbrahim shaqqida beshini chetga oldida o'rnidan turib olib qochdi. Aldiga uchirgan bir taksini to'sib, shofirga Munira rayonidagi uyga olib qo'yishni aytdi. Hamda shofirni "Tez bo'ling, o'tinib qolay, tezroq haydang" deb oldiratdi. Şoför xuddi paylasoplardek uningga qarab kulib qo'yib, uning yuz ko'zdagi qonlarga sap soldi-da tasalli berdi. Xudoyimning kuni uzun. Ish buning bilanla tugamaydi. İbrahim bu gapga javob bermasdan ha deb, tezroq haydang, dedi. Mashina uning uyiga yetib keldi. U shofirga "Meni birdam saqlab turing", dedi-da palampaydan ittik chiqib binoga kirib ketdi. U hujrasiga ushqandek kirdi. Hatto eshik ichib bergan opasining hayron bo'lib to'ylayotganini anglamaди. Va tapanchisini oldida binodan ushqandek tushib mashinaga o'tirdi. Hasirab turib shofirga "Yana Odil Pasha ko'chasiga olib qo'ying, tez", dedi. Shofir mashinani o't oldirib va kayniga qarab xushxo'ylik bilan İbrahimga "Apandim, o'zingizni besib olsangiz bo'larmikin", dedi. İbrahim ündemedi. U tapanchini yanchuqiga silib, xuddi yurikni, o'ylash iqtidorini, yoshligini yanchuqiga silib olgandek o'tiratdi. Odil Pasha ko'chasiga kelganda u hech kimni topolmadi. Jang allaqachon oyoqlashgan bo'lib, yerda qonlar uyib turardi. U boyiqi odamlarning birarini uchirtarmanmikin, biror Angliyalikni ko'rarmanmikin deb atrofga qarab baqdi. Ammo ko'chada hech kim, biror Angliyalikning qarisimi ko'rinmaydi. İbrahim sal tinishlangandek bo'ldi. Titrakmi to'xtadi. Yanchuqidagi tapanchini ching tutgan qo'li bo'sh edi. Shundala mashinaning kira haqqini to'lamaganligi esiga kirib shofirga qaradi. Shofir yana bir xil tamkin nazar bilan uningga qarab kulimsirab turardi. Chiroyidan muloyimlik, samimilik va oz-to'la umidsizlik bilinib turardi. İbrahim yanchuqini aqtirdi. Ammo quliga aran 5 jiris chiqdi. U g'azabda pul ilishni unutib qolgan edi. Şoför uning nima qilishni bilmay qolganligini ko'rib dedi. "Apandim, hech qisi yo'q, avara bo'lmang. Bu qanchalik ish edi? Siz uchun ko'pchilik to'lab bo'ldi." "Ko'pchilik? Ko'pchilik deganingiz kim?" so'radi İbrahim hayron bo'lib. "Ulardan boshqalar ko'pchilik bo'lmamdi. Bo'ldi, xo'sh", dedi şoför kulib. Şoförning kulkisiga qo'shilgandek mashinami gurildab o't oldi. So'g'oq shamol İbrahimning yuziga yenik urilatdi. U uyiga piyoda ketdi. Yo'l bo'yi xiyol daryosida uzdi. Oxiri ajoyib cho'ng yangi masalani topgandek bo'lib, vatanparvarlik namoyishlarini uyushtirish va uningga qatnashish bilanla cheklanib qolsa bo'lmaydiganligini his qildi. U nimishqa soqchilarga xish parchasini atudi? Nimishqa yo'l chiroqlarini chiqib, tramvaylarni ko'ydirdi? Zodi nima uchun? Chunki u vatanining erkinlikka ega bo'lish huquqi borligiga ishonadi. Asosiy qonun tuzish, shartnomalarni bekor qilish, harbiy idora qilishni amaldan qoldirishlarning hammasi erkinlik uchun qo'yilgan talablar emasmi? Uning erkinligini kim bo'g'di?
Vətinining erkinligini kim tartib oldi? Hergiz saqchilar emas. Tok şirkiti, tramvay şirkiti emas. Her qaysi partiya guruhlarının katta başlarım emas. Dal Angliyaliklar. U nimishqa bevosita Angliyaliklarning jajjisini bermaydi? Nimishqa kurashning tiq uchini ularga qaratmay, saqchilarga qaratadi? İbrahim siyasi jihatdan uyg'onishga boshladi. Shuningdan keyin u Angliya askarlarini maxfiy o'ltiradigan tashkilot qurish to'g'riliq o'ylandi. Bir necha kundan keyin ishkilinib qoldi. Men qotil emas. Odam o'ltirishni xolamayman. Yo'q, bu degan odam o'ltirish emas. Bu kurash, sharafli kurash. Ana, Angliya harbiy paraxod, zambirak, necha 10 minglagan askarlar bilan uningga qarshi turmoqda. U bo'lsa, yakka yagona holda kichkina tapanchasi bilan ularga taqobil turmoqchi. İbrahimning uyqusi qochdi. U hargiz yarisi og'riganlikdan emas edi. Chunki u ancha-muncha yara jarohatga vohlab ketmaydi. U hozir ko'z oldida paydo bo'layotgan boshqa bir dunyoga, ya'ni jasadlar bilan to'lib, qonlar bilan bo'yalgan dunyoga nazar solmoqda edi. Jasadlar Angliya askarlarining jasadi, qonlar Angliya askarlarining qini edi. Ularning orasida İbrahimning yuziga mush atgan va baga tanglagan ablahning jasadi bor edi. Bu qo'rqinchli manzarani ko'rib, İbrahim qo'rqib ketmadi, vuduqmadi, balki diqqat bilan kuzatdi. Atsi u tapanchasini yanchuqiga silib oldi. Shuningdan e'tiboran Azizi uningdan ayrilmaydigan, yanchuqida turadigan bo'ldi. İbrahim plan tuzishga kirishdi. Angliya askarlarining gazarmalariga boradigan hamma yo'llarni, ya'ni Abbasiya, Maadi, Mazada turadigan askarlarning gazarmasi bo'lsin, yoki Aleksandriya portiga boradigan yo'l ustidagi gazarmalar bo'lsin, hammani 5 qo'ldek bilib oldi. Askarlarning gazarmaga qaytadigan vaqtini, Qohiraga yolg'iz kirishiga ruxsat qilinmaydiganligi, Qohiraga kirsa kollektiv harakat qiladigan yo'l yo'riq borligi, Angliya askarlarining qanday qurollarni tutadiganligini uqdi. Ishqilib, u bilishga tegishli hamma ishni bildi. Egallashga tegishli barliq axborotlarga ega bo'ldi. U texi tunji qitim jang qilgan o'rinni tanlab, yangi Qohira rayonidagi tramvayning oxirgi bekitini jang o'rni qilib bekitdi. Bu planni tuzish jarayonida İbrahim bunchalar ko'p ishni yolg'iz qilib bo'lolmaydiganligini his qildi. Uningga oz deganda mashinasi bor. U o'q chiqargandan keyin uni mashinasiga silib elib qochadigan hamroh lozim edi. İbrahim o'ziga hamroh tanlashni ko'p o'yladi va oxiri tapancha bergan og'inisini tanladi. U og'inisining dadasining mashinasi bor edi. Uning ustiga og'inisi vatanni suyadigan, sop dil, samimiy bola edi. Uningga bek hurmat qiladi. İbrahim og'inisiga o'zining Angliya askarlarini maxfiy o'ldirish niyatining borligini aytmasdan, uning bilan har kuni paranglashib, Angliyaliklar to'g'risida tinmay so'zildi. Ularning jinoiy qilmishlari va zo'ravonligi ustida to'xtaldi. Shu orqali og'inisining fikr yurgizishiga ilhom berib, uningdan biror sado anglashni kutdi. Degandek, og'inisidan sado chiqdi. Uning o'ylaganlari İbrahimninki bilan o'xshash edi. Og'inisi nihoyatda qizishib vaqirab ketdi. Biz nimishqa ularni o'ltirvatmaymiz? İbrahim og'inisiga ching esildi-da, uning bilan billa harakat planini tuzishga kirishdi. Bir necha hafta o'tib ketdi. Harakat vaqti belgilandi. İbrahim xuddi Azroilni aldashga tayyorlik qilayotgandek, hamma ishni inchkilik, ehtiyotchanlik bilan qayta o'yladi. Yerim kecha bir pikap Mazadagi tramvay bekitiga kelib to'xtadi. Atrof go'yo Guriston timtaslig'iga cho'mgan edi. Ular pikap ichida gap qilmay o'ltirdi. Xili vaqt o'tdi.
ular yanıla ün chiqmadi. Bu planni ikkisi maslahatlashib bekitgan. Agar İbrahim qo'lga ilinsa yoki o'q tegib yiqilsa, og'inisi mashinani haydab qechib ketadiganga kelishgan edi. G'ariqmas ikki Angliya askari keldi. İbrahim mashina eshiginin tutqichini tutdi va xayrlashgan nazar bilan huduqqan holda og'inisiga lappita bir qaradi. İbrahim arasalda bo'ldi. Ammo og'inisi uningdan battar huduqib ketgan, lavlari titraydi. Qo'rqush aralash umid jaqnab turgan ko'zlari İbrahimg'imi xuddi niyatingdan yonsangmikin deb o'tinayotgandek tikilgan edi. Og'inisining qo'rqishi aksicha İbrahimga kuch beg'ishladi. U qaddini ruslab, og'zini ching yumdi. Og'inisiga ilhom, tasalli bergandek kulimsirab qo'ydi-da, mashinaning eshigini ochdi. Mashinadan tushib, qo'lini yanchuqiga silib, azizini ching tutgan holda kelayotgan ikki Angliya askariga qarab turdi. U yana arisaldi bo'ldi. Vaqt uningga nihoyat uzoq bilindi. Azizini shuncha qilibmi yanchuqidan chiqara olmadi. Uningga yuragi so'qishdan to'xtab, putlari pukilib ketayotgandek, o'zi havoda esilib turayotgandek tuyuldi. İbrahim mashinaga kirib olib, azizi va do'stiga o'zining to'xu yurakligini iqror qilishga tas-tas qoldi. To'satdan ikki Angliya askari etilib kelib, uningga mush atdi. U chaqqonlik bilan kayniga dojidi-da, yanchuqidan tapanchini chiqardi. Azizi bo'g'iq ovoz chiqardi. O'qning ovozi xuddi pashning vingildig'indekla anglandi. Bir Angliya askari o'q tegib o'ldi. Yana biri qo'rqib ko'zlarini vahimalik chekchatguncha qitib qoldi. Mana bu İbrahim ko'rgan eng oxirgi manzara edi. U mashinaga sakrab chiqdi. Og'inisi mashinani o't oldirdi-da, xuddi yer ostiga kirib mo'kib oldigandek tez sur'atda minib ketdi. Shaharga kirganda ondan mashinaning suratini ostilatdi. Ularning amdiki qiyofati sayli qilayotgan yigitlarga yoki o'zlarining ko'nglidagi ma'shug'ini izlab yurgan oshiq yigitlarga o'xshaydi. Ular planni mana shundoq o'rindadi. Ikkalan gap so'z qilishmadi. Chunki hech qaysi so'zlashga jur'at qilolmaydi. Hatto mashina İbrahimning uyining oldiga kelgan. İbrahim mashinadan tushgandimi, og'inisiga bir eg'izmi gap qilmadi. Og'inisi uning bilan xo'shlashmadi. İbrahim shu kuni kechicha ko'z yummay chiqdi. O'lgan Angliya askarining jasadini ko'z oldida zodla nerik qilolmadi. Ammo u jasadni o'ylamadi. Ham u tufayli beoromi bo'lmadi. Faqat men to'g'ri qildimmi qandoq degan masalani ko'p o'yladi. Soatning chikildishi uningga sening qilganing to'g'ri deyotgandek bilindi. Atsi atdiganda ko'zini ichibla titirgan qo'li bilan gazetni ilib ko'rdi. Ammo gazetdan tunugin o'ldirilgan Angliya askari to'g'risidagi xabarni topolmadi. Xabarni tekshirguchi amaldor kishilarni ansizlikka silib qo'ymasin deb u xabarni e'lon qilishga ruxsat qilmagan edi. Mana bu tunji qitimliq ish edi. Shundan keyin bundaq ish bir qancha qitim bo'ldi. Gruppa cho'ngaydi. A'zolar 7ga yetdi. Tapanchimi o'zgardi. Ular rasmiy Mauser setib oldi. İbrahim Mauserni qo'liga olganda go'yo aziziga xiyonat qilgandek o'ng'aysizlanatdi. Bu ishni qandoqmi uningdan ko'rgil bo'lsin. Azizi uning bilan billa cho'ngishni xohlamasa. İbrahim cho'ng bo'laverdi-da. Ammo İbrahim xuddi tunji qitim muhabbatlashgan so'ygunini unuta olmagandek, azizini doim eslab turdi. Yettaylan har haftada toqqa chiqib qarg'a etishni mashq qiladi. Yig'in ichib plan tuzib chiqadi. Mardonalik bilan har xil ishlar to'g'risida so'zlashadi. Oxirida İbrahimga "Qani qaror qilmamsan?" degandek qarashadi. İbrahim ular ichida cho'nglardan hisoblanmaydi. U chaqda İbrahim 20 yoshga kirmagan. Orada 22 yoshlar bor edi. İbrahim ularning boshliqmi emas,
Chunki yetteylen bizga boshliqning keragi yo'q deb qaror qilishgan. Shundaqdimi jimi ishni oxirgi hisobda yanala İbrahim qaror qilatdi. Ular hargiz qaromlik qilmaydi. Yengillik bilan ish ko'rmaydi. Sabab buningga İbrahim yo'l qo'ymaydi. U qarorni nihoyat ehtiyotchanlikdan chiqaratdi. Har qatimliq harakatdan keyin ular uzungacha jim yuratdi. Chunki 2 yil ichida 8 qatimli harakat qildi. Har qatimda ish o'ngishli bo'ldi. Saqchilar qilcha yeb uchi topolmadi. Angliyaliklarni qo'llaydigan turli chora-tadbirlar ularning harakatini to'sib qololmadi. İbrahim doim ashu tadbirlardan kavak tepib, amal qilib yangi planni tuzib chiqatdi. Ular yig'in ichib 9-qatimliq harakat planini tuzdi. Әтә harakat ilib boramiz degan chaqda plan amaldan qoldirildi. Hamrohlari bu ishga hayron bo'lishdi. Hatto uningga norozilik bildirdi. İbrahim buning sababini tushuntirib o'ltirmasdan, bu plan toza ishonchlik bo'lmabdi debla qo'ydi. Bu haqiqiy sabab emas edi. İbrahim necha haftadan buyon turli xiyollar qaynimida uzdi. Bizning qilayotganimizdan zodi nima chiqadi? Biz baribir minglagan tumanlangan Angliya askarlarini o'ldirib tugatolmaymiz. Hozirqidek qilsak balki biri, ikkisi, hatto uni yuzi o'lishi mumkin. Ammo buning bilan ular Misrdan chiqib ketmaydi. Yanala Misr zaminini bisib yotadi. Uning ustiga xabarlarni tekshiruvchi amaldor bunda xabarlarni gazetga besishga ruxsat qilmaganlikdan bu harakatlar xalq ichida hech qanday ta'sir paydo qilmadi. Xalq jimita yurmoqda. Ularda ta'sirlanish, g'ayratga kirish deganlar bo'lmadi. İttifoqlashib kurash qilishdan asarmi yo'q. Bu harakatlarni xumordan chiqish uchun qilayotganim yo'q. Mening tabiatim odam o'ldirish emas. Men bundaq vatanparvarlik harakatlar orqali xalqni rag'batlantirishni, uyg'otishni, ittifoqlashib kurash qilishga qo'zg'ashni o'ylagan edim emasmi? Angliyaliklar qanday qilib xalqni buncha beparvo qilib atgandi? Xalqning yuragini nimanchimi mujib olgandi? Angliya askarlaridan nechini o'ltirib atsakmi, xalqda qilcha inkas yo'q-ku. Shunda qilib bu qatimliq roman o'qishimiz mushargichi bo'lsin. Kelar qatim ko'rishayli. Xayr xo'sh, Allohga omonat.